Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz bitiruvchilar va ularning ota-onalari. Xabaringiz bor, joriy yil 31-may kuni 11-sinflar uchun matematika fanidan yakuniy davlat attestatsiyasi o'tkazilishi belgilangan. Vazirlik saytida avval matematika fanidan tushishi lozim bo'lgan savollar bazasi e'lon qilingan. Ushbu savollar yordamida tayyorlangan variantlarning birini hozir sizlarning guvohligingizda tasodifiy tanlab olamiz. Marhamat, jarayonni boshlaymiz. Demak, joriy yil 31-may kuni o'tkaziladigan 11-sinflardan matematika imtihonida ko'rib turganingizdek 3 va 8 variantlardan foydalaniladi. Imtihon jarayonida barchangizga omad tilaymiz.